Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 27-yanvar 2026-yil Avtoxlos avtomaktabi, yana imtihon markazida yana shunday chiroyli natijalar. Bugun barcha o'quvchilarimiz 35-40 nafardan ortiq o'quvchilarimiz kelishdi. Hammalari 100% dan 100% natijani amalga oshirishdi. Bunaqangi natija hech qaysi avtomaktabda uncha-munchasiga bo'lmaydi. Bu bo'lishi mumkin. Agar o'sha avtomaktabning nomi Avtoxlos bo'lsa, agar siz ishonmasangiz, bugungi sanani ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Mana bugungi sana. Hammalari 100% dan natijani amalga oshirishdi. Avtoxlos? Gap yo'q mana. Hammalari natijalarni ko'rsatib qo'yaman mana. Mana. Hammalari mana. Sanalarga. Hammalari mana. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Ayollar degan joyga mana alohida ayollarimiz mana. Ayollar jamoasi edik va Avtoxlos avtomaktabida ayollar uchun sharoit juda ham zo'r. Mana qolgan akalarimiz, ukalarimiz hammalari natijani amalga oshirishdi. Hammaniga rahmat. Avtoxlosni tanlaganingizdan pushonmay munosib qilib? Yo'q. Gap yo'q. Hammaniga rahmat. Sog' bo'linglar.